Bugun 1 minut kelasi zamon haqida gaplashamiz. Kelasi zamonni ingliz tilida yasalishning bir necha xil shakllari bor va shu shakllardan birinchisi wheelchair. Wheelchair kelajakda rejalashtirilmagan voqealar haqida yaqindagina qaror qabul qilib gapirganda ishlatiladi. Yasalishi ega, undan so'ng wheelchair va fe'l, ya'ni were. Inkor shaklini yasash uchun wheelchairdan so'ng not qo'shiladi, so'roq shaklini yasash uchun ega va wheelchairning o'rni almashadi. I va we ga shall, qolgan barcha holatlarga will ishlatiladi. Misol uchun e'tibor bering. Asror aytyapti, I booked a game with classmates at 6 pm. Men sinfdoshlar bilan soat 6 da o'yin belgiladim. Endi Abror aytyapti, Abrorning rejasida futbol o'ynash yo'q edi, o'yin yo'q edi. Shu sabab Abror aytyapti, agreed, we will play football this evening. Kelishdik, bugun oqshom futbol o'ynaymiz. Abror bu haqida yaqindagina qaror qabul qildi, shu sababli will ishlatilyapti. Aytish kerak bo'lgan yana bir narsa shuki, willni I bilan we ga ishlatsa ham xato hisoblanmaydi.